Hammaga assalomu alaykum guys. Bugun biz mashinamizni synchronize degan va synchronize machine buzamiz. Ko'p narsa o'rgansanglar bo'ladi. Ya'ni synchronize asosiy ma'nosi kelib chiqqani R-synchronize servis ishlab turganligi sababli. Ya'ni R-synchronize servis haqida ham gapiraman. Ya'ni aynan shu joyga kelgan paytimizda keldi. Davay boshlaylik bu narsani. Ya'ni birinchi galda men o'zim uchun muhit yarata olaman. Mixdir bilan synchronize degan machine. Ya'ni o'zim uchun muhit yarataman directory sifatida. Deb qildim. Menga file exist beryapti. Okey, demak qilma rm-rf bilan synchronizeni delete qilaylik. Rm degani remove qilamiz, ya o'chiramiz, dash r bilan rekursiv tarzda, f bilan esa ya'ni force tarzda o'chiramiz. R rekursiv, f force. Nima uchun r berayotganimiz? Chunki bu directory bo'ladi. Undan keyingisi force, ya'ni kuch bilan delete qilamiz ekan. Okey, endilikda create qilaylik synchronize degan. Ajoyib, synchronizega men o'tdim. Endilikda scan amalga oshiramiz. Rust scan dash a. IP adresim allaqachon bor. Shu IP adresni olamiz va bu yoqqa qo'ydik. Okey, sразу aniqladi. SSH, FTP, HTTP va 873 aynan bizda adashmayotgan bo'lsam, R-synchronize porti bo'ladi. Tekshirib ko'rishimiz mumkin. Da, aytganimdek, R-synchronize portida ekanmiz biz hozirda. Okey. Mana narsalarni ham qilib qo'yganimiz yaxshiroq hozir. Mana robot deb o'ylashyapti bular. Все, ajoyib. To'rtta servisimiz ishlab turibdi. Ya'ni FTP, SSH va HTTP va nima edi? R-synchronize. Agarda men HTTP joyiga boradigan bo'lsam va tekshirib ko'radigan bo'lsam, menda faqatgina login page bor. Ya'ni login pagening o'zi bor. Default credentiallar kiritib ko'raman, lekin o'xshamaydi. Chunki men buni qilib ko'rganman. Bu narsaga vaqtimizdan ketkizgandan ko'ra boshqa ishni qilganimiz yaxshi. Ya'ni hozir men sizlarga overview beraman bo'yicha. Login page bor, ajoyib. Lekin login page'ini tushunish hozir ko'ramiz, ya'ni qanaqa ishlayotganligini. Aytganimdek, men sizlarga R-synchronize degan servisimiz bor. R-synchronize servisi qanaqa ishlaydi? Linux tizimida bir-biri bilan fayl almashuv deb tushunsangiz bo'ladi. Synchronization, shuning uchun ham machine nomi synchronize deb berilgan. Okey, qanaqasiga R-synchronize ga ulanishinglar mumkin. Kelamiz bu yo'lga, ya'ni qidiramiz R-synchronize pentesting deb. Accept R-synchronize pentesting, ya'ni qanaqasiga ulanishimiz bo'yicha R-synchronize o'zi bilan bersa menimcha bo'ladi. Da R-synchronize bilan beramiz ekan. R bu yo'lga yangi ochib qo'ydik. Bu yerga faqatgina R nmap scan deb qo'yaman. Bu yo'lga esa hali emas. Chunki birinchi aniqlab olaylik. R-synchronize ishlatdim. Mana o'zimni hostimni, ya'ni bu target hostni beraman. Ikki nuqta qo'yadigan bo'lsam, aynan qaysilari ishlab turganligini ko'rishimiz mumkin. Yani qaysilari bizga dostupni. HTTPD bilan web backup. Davaylik birinchi HTTP ga borib ko'ramiz. Ajoyib. HTTP da migrate, db va www lar bor ekan. Web backupni o'zida esa da ishlamayapti ekan. Aynan web backupimizni faqatgina dostupimiz HTTPD ga bor. Keldim bu yo'lga HTTP kirmoqchiman yoki da men delete qilmoqchiman. Dash R optioni bor delete qilish uchun va qayerga delete qilamiz, ya'ni shu yerga delete qil deb berdim. Ya'ni nuqtachani aytayotganim, ya'ni shu joyga. Enterni bosdim. Okey, tekshirib ko'ramiz. Ajoyib. Serverda turgan HTTPD, ya'ni serve qilingan HTTPD degan directoryni biz oldik va uni biz o'zimizga o'tkazdik R-synchronize komandasi bilan dash R optioni bilan. Ya'ni bizda servisimiz bor edi 873-portda. Shundan foydalangan holda biz bu narsani ko'rib chiqdik. Endilikda ko'ramiz. DB ga o'tamiz sразу. Da, bu yerda yana sitedb deganimiz bor. Sitedb ni hozir ochamiz. O'zimizning SQLite brauzerimiz bilan. Okey, open database, shu yerdan Golden Lab, synchronize database sitedb degan joyini browse data qilaman va shu yerdan users bo'limiga o'taman. Demak, username dan admin bilan Tris degan userlarim bor ekan. Va ularning passwordlari. Bu passwordlarni aniqlashimiz uchun tekshirib olamiz. MD5 bo'lsa kerak. Hash identifier bilan hash identifier hash beradigan bo'lsak, possible hashlarda MD5 dot.
yana ba'zi hashlardan o'xshash mumkinligi mana bu hashlarni sifatida aytyapti ntlm md4 md2 lari bizga md5 kerak aynan mana bularni saqlab oling shu joyida, ya'ni nano users qilaman. Userlarning ichida adminniki bor ekan, adminniki, undan keyin keladigani treesniki bor ekan, undan keyin keladigani buniki ham bor. Ajoyib. Userlar ichida biz ularni password creation'larni oldik deb umid qilamiz. Okay, database boshqa hech narsa ko'rmadim men. Database ni yopsam bo'laveradi hozir. Endi deydi migrate ga o'tamiz. Migrate ga. Migrate hech narsa yo'q. W o'tamiz. Okay, W da dashboardimizda index php'miz va logout php'miz bor ekan. Dashboardda shart emas menimcha, keldi index php'ni o'qib ko'ramiz. Index php'mizda aynan bizning login page'imizda turibdi, esingizda bo'lsa, ya'ni shu joyimizda. Keldik va o'qib ko'rgan paytimizda kodimizda sorted bo'lgan password, ya'ni tuzlangan password deb tushuntiraman dehqonchasiga. Tuzlangan bo'lgan password yana ham xavfsizroq bo'lish uchun hashimizni va undan keyin ketadigani uni username va post sifatida ketyapti. Okay. Database'dan select all from users where username va passwordda hashga to'g'ri keladigan bo'lsa. Aha. Demak, birinchi galda bu hashimiz bo'lyapti, sorted passwordimiz, keyinsa biz topgan hashlarimiz. Ya'ni users bo'limidagi topgan hashlarimiz ichiga kirib ketyapti ekan. Давайте biz qaraymiz. Man generate qilgan, ya'ni ChatGPT orqali generate qilgan hashim, ya'ni password cracking degan toolni olaman. Ya'ni generate qilingan menda. O'zim yozmaganman. Chunki nima uchun hashket bor edi, jon bor edi degan bo'lsanglar, hashketdan jondan foydalanib ko'rdim. Ular hech narsa qilib bera olmadi. Masalan, buni oladigan bo'lsam va shuni ichiga biz shuni ichidagi index.php ni, ya'ni index.php ni ichidagi sorted passwordni olaman. Ya'ni birinchi shu bo'yicha kelyapti. Oldim, sorted password sifatida beraman. Buni ham sorted password sifatida berdim. Ajoyib. Endi hashketni topamiz. Hashket -help aynan md5 ni grep-i md5 qilib berdim. md5da bizda md5 o'zi kelmayapti, ya'ni birinchi sort va password sifatida kelyapti. Demak, 20-modul bo'yicha buzishimiz kerak. Okay, hashket -m 20-modulda buz user sifatida, ya'ni bizning usersimizni faylimizning ichida hashlarimiz turibdi, esingizda bo'lsa. User share word list row.txt dan buzganda beraman, enterni bosdim. Ya'ni buni amaliyotni bajarganing uchun vaqt ketkazishning o'rniga biza kelinglar generate qilingan toolimizni ko'rishimiz mumkin. Exhausted beradi. Ya'ni biz olmadik hashimizni, uning uchun bizga generate qilgan toolimiz bor edi. Men AI dan foydalangan holda generate qilganim 1 daqiqada topdim. Aynan shuni. No password found, yo'q, bu emas edi. Found password shu edi. Allaqachon generate qilingan. Nano cracker deb berdim. .py bilan bu yerga yo'naltirib qo'ydim. Xo'p, secure sorted passwordimiz bor bu yerda, ya'ni tepadan olganimiz index.php ni ichidan o'qigan paytimizda va admin bilan treesni passwordlari, ya'ni hashlari bor ekan. Bu yerga yotgan word list passwordimizni berishimiz kerak. Okay. Word list passwordimiz user share ichidagi word lists row.txt ni ichida edi bizda. Ya'ni row.txtimiz bu bizning word listimiz bo'ladi. So'zlar jamlanmasi. Okay, parollar jamlanmasi deb tushunsanglar ham bo'ladi. Python 3 cracker.py ishlatyapman. Okay, endi buzish boshlayapti. Unda keldi cracker deb qo'yaman. Kutamiz ozgina. Ajoyib. Va biz parolni topdik. Aynan kimnikini? Gerald uchun parolni topdik ekan. Okay, Geraldni password bilan agarda sh qo'llangan bo'lsam, ya'ni Gerald bilan paroli bilan treesni paroli bilan, ya'ni ssh trees qolman va menga berilgan attach qilingan IP adres bo'yicha ulanadigan bo'lsam, ya'ni permission dan beradi. Ko'rishingiz mumkin. Demak, biz public key bilan, ya'ni private key bilan kirishimiz kerak bo'ladi. Buni qanday amalga oshiramiz? FTP ga do'stim borligini ko'raman.
chunki FTP servisi ham turdi. 10.81.71-da. Okey, parol so'rayapti. Parolimiz Gerald edi. Ajoyib, kirdi. Login successful. LSH qilaman. Bu yerda ko'radigan bo'lsak, SSH'imiz bor ekan bu yerda. Okey, SSH ga o'taylik unda. SSH authorized keys IDRC public. Ya'ni men bu yerga allaqachon o'zimni authorized keys va IDRC'ni qo'yganim uchun bu bor turibdi va ko'rinib turibdi sizlarda. Aslida unaqa emas edi. Make dir bilan birinchi keldi. Xo'p, ko'rolli to'g'ri qaytamiz. Make dir bilan birinchi keldi. SSH ni directory'sini create qildim. Directory'sini create qilgandan keyin uni ichiga o'tdim va uni ichida hech narsa yo'q. Uning uchun esa men o'zimdan key generate qilgan holatimda, ya'ni IDRC key generate qilgan holatimda kirishim kerak edi. Ya'ni u yoqqa yuklab qo'yishim kerak edi ishlashi uchun. Men nima qildim? SSH qildim, key generation -t RSA sifatida. Okey, enterni bosdim. Endi xatga saqlayman deyapti. Shotga saqlayman. Home ichidagi, kalini ichidagi void lab synchronize и synchronize ichidagi .ssh ichiga berdim. Ajoyib. Bez parol qildim, ya'ni parolsiz SSH ga bordim. Qarasam SSH directory bor ekan. Okey, SSH ga o'tdim. SSH biling. Bu faylimiz ekan. Directory sifatida qiladi deb o'ylamiz. To'xtaylik, unda qilamiz. Make dir qilaman. Bu yerdan SSH ni shu fayl exist dot. O, da. IDRC qilish o'rniga SSH public key sifatida olingan ekan. Bu yaxshi narsa emas. Keldi, mana qilaylik. Make dir bilan birinchi SSH create qo'yaylik. Bu qoramiz SSH faylimizni IDRC sifatida. IDRC sifatida berdim. Move qilamiz yana aynan ss.ssh public keyimizni IDRC public keyga. Ajoyib. Endi deb bular bor. Make dir qilaman. SSH directory create qildim. Move komandasi bilan IDRC bilan IDRC publicni aynan .ssh ga joylashtirdim. Endi hozir ko'rishingiz mumkin yo'q. Uning ichida hozir SSH ning ichida bor. .ssh ga o'tdim va qaraydigan bo'lsam IDRC va IDRC public keylarim bor. Permissionlar birinchi galda to'g'ri 600 qilamiz. IDRC pub ga berdim. Ajoyib, kelisida ham 600 permissionlari bor ekan. Endi nima qilishimiz kerak edi? Endi aynan biza IDRC bilan kirishimiz uchun public keyni authorized keys ga yo'naltirishimiz kerak. Shu bilan ya'ni authorizovanный userlar, ya'ni autentikatsiya qilingan userlar sifatida qabul qiladi bu narsani SSH'imizni. Get IDRC public qildim va uni yo'naltiraman authorized keys ga. Ajoyib, keldi bu yerga. Endi men bularni, ya'ni uchalasini ham FTP ga yo'naltirishim kerak. FTP da bizda help page'imiz bor, ya'ni qanaqasiga qo'yishimizni put degan komandamiz bor. Ya'ni put qo'yish deyiladi. Ya'ni men put qilmoqchiman aynan shu joyga. Put qilgan holatimda yana qaytadan yozaveraman, farqi yo'q. Authorized keysni ustiga yozdim. Nosach file directory deyaptimi? Chunki men synchronize ichida turibman, SSH joyiga o'tishim kerak. Nima uchun? Chunki SSH synchronize turgan paytimda u aynan faylni topolmayapti, men yuklash kerakligini serverga. Endi bemalol yuklasam bo'ladi. FTP ga qayta ulanaman. Gerald passwordni terdim. Shu yoni o'zidan men SSH directory'siga o'tdim va shu joydan men endi SSH ga o'tgandan keyin put qilgan holatimda authorized keysni qo'ydim. Ajoyib, qo'yildi. Put qildim IDRC ni ham va put qildim IDRC public keylarimni ham. Endi men bemalol ulanishim mumkin IDRC bilan. Demak, ko'ramiz endi. Aynan yana nimalar bo'lar ekan. IDRC bilan ulanish uchun bu yerdan biza foothold deb yozaylik. Ya'ni oladigan joyimizni exit qilib chiqib ketdim. Endi SSH bilan ulanmoqchiman. -i IDRC bilan kimga trace'ga qayerda edi uni IP adresi? Ya'ni SSH qilib ulaman, -i bilan IDRC faylimni beraman, ya'ni autentikatsiya sifatida va trace deb user'imni va host'imni berdim. Endi ulandim.
id sifatida qaradim. Men trees user ekanman. Get etc pswd qildim. Va ko'rishingiz mumkin Jennifer va trees sa degan yuzlarimiz va httpd degan yuzlarimiz bor ekan. So'zni tashlab ko'raman birinchi galda yana. Gerald lekin afsuski men trees sifatida sudoni bajara olmas ekanman. Okey. Rootga qaytamiz. Rootga qaytgan paytimizda bizada default kelmaydigan direktorlarimiz bor. Ya'ni bin, bootlar, devlar, etc, homelar hammasi defaultning tarziga yotdi, lekin backup degan direktorimiz yo'q. Va ko'rishingiz mumkin bizga ham permissionimiz bor. Backupga qaytdim. Backupga, okey. Ko'rishingiz mumkin juda ham ko'p zip fayllar bor. Men bitta zipni olaman, ya'ni 174. Любой bittasini 23. Menimcha bu data sifatida, ya'ni hozirgi vaqtimizga qarab turib generate qilyapti. Zip fayllarni 174 23 201 zipni TMPga jo'natamiz. Permissionda deny deyapti, demak cp qilamiz faqat. Okey, cp qildim, TMPga o'taman. Unzip qilamiz endi 174 201 o'zini. All qildim. Ajoyib. Endi TMP backupga saqlab qo'ydi. Men o'taman bu yerga TMP backup o'tdim va buni ichida bizada pswd va shadowlarimiz bor ekan. Ajoyib. Shadowimiz bor degani biza bundan foydalangan holda endi password crackingni amalga oshirsak bo'ladi. Get qildim. pswdni birinchi galda qaradim. pswdda o'sha userlarimiz backup sifatida olganligi va shadowni ham ko'rishingiz mumkin. Shadowda YAI scriptingdan foydalangan holda hashlarni generate qilingan ekan. Okey, biz bu narsalarni o'zimizga o'rnatib oldik, ya'ni o'tkazib olishimiz kerak. Buning uchun nima qilamiz? Python 3-m httpda to'xtaydi, birinchi ko'rib olaman qaysi fayllarni o'tkazib olishim kerakligini. Python 3-m httpda 8-portda oldim. Okey. Endi shu yerdan yo'naltiramiz bu yoqqa. wget httpda bizani hostimizaniki 8-portda serve qilinganligi va shadow bilan pswdni o'zini olamiz. Ajoyib. Endi John degan toolimiz bor, ya'ni password cracking, hash cracking. John degan toolimizni ishlatamiz. Keling sudo bilan ishlato'rlik. John shadow dash aynan bizani formatimizda qanday script edi? YAI scriptingmidi? Qanaqa formatlarimiz bor edi bizda? Formatni o'zi topib olar. Bo'lmasam, mana bu taqdir ko'rganimiz yaxshi. John dash format YAI scripting. YAI scripting degan narsani topolmayapti. No support just qani bittasini ochib ko'raylik. And shadow etc pswd etc hashes. Okay, new user. Okay, unshadow qoldi birinchi sudo unshadow etc pswd etc shadowga qildi deyapti. Yo'q, bizga hozir kerak emas, chunki shadow allaqachon bor bizda. Please format grab yes script and is not shown our support couldn't be reason. Crypt sifatida beryapti ekan. Okay, sudo john dash format crypt berdim and worldsga user share worldsdagi rootini berdim va oxirgisi qoldi bizani faylimiz. Ya'ni shadowni o'zi. Kelida berdim. Ajoyib. Menga aytadi crash file is locked, ya'ni allaqachon ikkita passwordni bizga buzib berildi ekan. Biz qanaqasiga buzilgan hashni ko'ra olishimiz mumkin? Sudo john qilib shadow bilan dash show qiladigan bo'lsak, buzilgan parollarimizni ko'rsatib berar ekan. Ya'ni sa degan userimizdan buzilgan, Trisniki allaqachon Gerald va Jennifer'niki ham ko'rishingiz mumkin Gerald sifatida berildi ekan. Okey. Lateral movement qilamiz endi bu yerdan, ya'ni rename session bu yerdan hozir shart emas, foothold ichidan qilaman. Suv qilgan holatimda Jennifer degan userga o'taman. Jennifer degan user yo'qmi? Suv Jennifer paroli xuddi o'sha bilan bir xil, ya'ni Trace'imiz bilan bir xil Gerald ekan. Ajoyib. LSSL qilgan paytimda men o'zimni user textini ko'rishim mumkin. O'qiy olmayman, ya'ni aytaman bir marta.
o'qiy olmasligim sababi chunki unique tarzda berilmas ekan bu narsa. Shu sababli bir xil, ya'ni statik tarzda kelar ekan aynan flagda. Shu sababli ularni qonun qoidasini buza olmayman. Endilikda keyingi stepimiz aynan rootni olish. Esingizda bo'lsa bizada sa degan yuzerimiz ham bor edi. Paroli Sakura edi. Okey, o'tdim. Bu yerda nimadir yo'q. PMPga o'tamiz sразу shu yerdan. Bu yoqdan wget bilan keldi. Limpsimizni download qilaylik. 185.173 185.173 bu mani tunnelimni IP adresi, ya'ni mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Tunnelim IP adresi 8-portda save qilib qo'yaman и nimani olib kelgan limpis.sh ni shu yerga qayd и shu yerdan maket qilaylik kelinglar. Shu limpisni olgan, bu yerga olib kelgan. Okey, limpisimiz bor. Shu o'zidan server qilib qo'yaman. Ya'ni bu narsa fayl transferga kiritadi. Bu mavzularimiz aynan HB serverda server qilayotganlik hammasi endi shu yerdan download qildim. Ajoyib. Limpsimiz bor. 5, ya'ni men allaqachon download qilganim uchun limpis.sh.1 soatda tushdi. Ishga tushiraman. Okey. Hozirchalik bizga kerak emas. Protokol o'zi yetadi. Kutamiz aynan bizada yana qanaqa qiziqarli narsalar kutib turibdi. Okey. Bir boshini ko'ramiz. Operating system haqida, environmentlarimizdan yo'q bizada nimadir qiziqarligi. Yana qadaramiz pastrollardan chiqyapti dальше. Ozgina kutamiz. Okey, chiqyapti. Ajoyib. Tezlashdi prosessimiz. Bu bizning servislarimiz ishlab turganligi, qanaqa servis ishlab turganligini. Okey, bizning servislarimiz yana keyin cron joblarimiz bu ham shart emas. Bu ham, bular ham debug servislar ham shart emas bizga. Interfacelardan da 80 dan faqatgina loopback, ya'ni local hostimiz bor ekan. Turgan, ya'ni listen qotgan portlarimiz 22 873, ya'ni VSFTP, domain va FTP larning o'zi ekan. Lekin nimadir qiziq narsa yo'q bu yerda. Userlarimiz, ya'ni konsolga ega bo'lgan userlarimiz, all userlarimiz bu ham qiziq emas hozirchalik bizga. Last loginlar ham shart emas. Install compliance bu ham, bu aynan bizning sites available degan pezimiz shart emas. Bu ham asynchronize config ham shart emas. Okey. Analyzing DNS files shart emas. MySQL credentials, uncommon passability, bu ham nimadir yo'q. Bu ham, bu yoqda ham va bu yoqda ham yo'q. C profile, bu aynan bash history'miz. Hop. Interesting group writable limpis.sh, ya'ni bu o'zimizdaniki sh files in path you owns a script, ya'ni man sa user sifatida backup.sh ni ishga tushira olaman ekan. Ya'ni bu skriptni men o'zim egalik qila olaman ekan. Okey, ko'rishingiz mumkin. Executive files potentially added by user sifatida. Okey, shu interesting file sifatida ko'rindi. Keldim bu yerga nano bilan aynan shu faylni ochaman. Birinchi galda permissionlarni ko'ra olaylik. Mani o'ylashim bo'yicha da sa userga berilgan. Endi bitta o'qib ko'ramiz. O'qib ko'rgan paytimizda aynan bin5 soatda berilganligi, bin5 soatda ishga tushirgan. Make clear qilib TMP backup directory create qil, keyin rekursiv tarzda opt httpd dan TMP backup soatda olib qo'yur deb beribdi ekan bu yerda. Va ko'rishingiz mumkin shadow bilan hammasi, ya'ni backup soatda ishga tushiryapti va aytganimdek data soatda, ya'ni datasini olgan holatida va hozirgi holatini hisoblagan holda backup directorylari create qilyapti ekan. Ajoyib. Biza kelinglar bu narsani abuse qilamiz. Qanaqasiga? Menda yoza olish huquqim bor. Va biz buni bilamizki, har bitta users, har bitta, ya'ni bu root tomonidan ishga tushirilayotganligi yo'qligini bilishimiz uchun hozir bir narsa sinab ko'ramiz va undan keyin backup.shimiz aynan cron jobga qo'yilgan bo'lishi mumkin, ya'ni har bir minutda ishlab turishi uchun. Kelinglar, nano qilaman. Bu yerdan ochdim. Bu yerda men yana yozgan skriptim
shu yerda turibdi ekan va ko'rishingiz mumkin. Men oxirida touch qilgan holatimda TMP hello txt qilganman. Kelaylik shu hello txtni o'zini qoldiramiz, ya'ni tekshiramiz, ya'ni kim tomonidan asosan create qilinayotganligi. Touch degani ya'ni fayl create qilyapman. Qayerda TMP ning ichida fayl nomimiz hello txt degan. Ctrl X qildim, save qildim. Ajoyib. Endilikda 1 daqiqa kutamiz. Aynan bu faylimizni kim tomonidan execute qilayotganligi uchun. Bu yerda bitta instance ochib qo'yaman. Bu yerdan brief ask sifatida berdim. Okay. Previous escalation sifatida foothold o'tamiz va bu yerdan tekshiramiz aynan TMP ni. Ko'rishingiz mumkin, hello txtimiz root huquqi sifatida ishga tushiryapti ekan. Demak, har 1 daqiqada ishga tushiryapti ekan. Давайте bunaqa qilamiz. Ichiga biz o'zimizning skriptimizni yozamiz. Ya'ni skriptimiz nimadan iborat? Touch kerak emas bizga hozir. Men bu yerdan RevShell ni o'zini olaman. RevShell nima degani? Qayta keladigan RevShell, ya'ni sizlarga qaytib keladigan shell deb tushunsangiz bo'ladi. Bu narsa prям hakerlarning tilida juda ko'p aytiladigan tildan bittasi. Ya'ni bir-birimizga hazillashib aytamiz. RevShell buyursin deb turib, ya'ni shu narsa. Hozir bu narsani ko'rishingiz mumkin. 18.5.173 va 901-portda qovursin dedim. IP o'zimnikini berdim va 5-i ni o'zida beraman. Copy qilamiz buni. Ajoyib. Kelamiz va bu yerga berdim. Ya'ni bu nima qilyapti hozir? Shell sifatida ishga tushiryapti. Dev TCP ulanyapti aynan bizning hostimizga 901-portidagi va shellni execute qilib beryapti. Ya'ni shellni bizga ishga tushiryapti aynan bizga ulangan holatida. Dehqoncha turdim, Ctrl X qilib save qildim buni. Endi previous qilgan paytimda netcat bilan bu yerdan yoqib qo'yaman aynan RevShell kelishida. Kutamiz 1 daqiqa deyilgan. Ya'ni uzog'i 1 daqiqa sifatida ishga tushishi kerak bu skriptimiz. Kutamiz bu yerdan kelish bilan root flagni olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p. Footholdlarimiz previous. Yana bitta narsani aytib qo'yay. Aynan ba'zi bir joylarni prям chuqurlashmaymiz. Aynan tez bo'lganligi uchun, ya'ni qo'llanma bo'lganligi uchun tez o'tib ketyapman. Ba'zi bir joylarni tushuntirib ketmayapman. No, bilmadim, balkim blog ochib turib blog qilgan paytimda o'sha aynan walkthroughni tashlagan paytimda sourcelar bilan birga beraman o'rganishlik uchun. Yoki yana bitta yo'li aynan shu har bitta mayda chuydasini nima desam bo'ladi, darslik qilib chiqarish. Ya'ni ichkariroq kirgan holatda darslik qilib chiqarish niyatim ham bor. Albatta videoda sizlarga keyinchalik yoqadigan bo'lsa. Men o'zimga yoqyapti masalan. Bilmadim sizlarga qanaqa. Bu o'zimga yoqyapti hozirchalik. Xo'p, ID qildim. Ko'rishingiz mumkin, RevShell qaytib keldi va root sifatida ishga tushirdim. Rootga qaytdim. Ajoyib. ls qilgan bo'lsam, mana root txt bor ekan. ls/la root txt aytaman yana bir marta, o'qiy olmayman chunki ularni qoidasini buzganim yo'q. Ya'ni bo'linibniki. Ajoyib. Biz shunaqa tarzda kompromis qildik. Mashinani. Bunaqa mashina ko'p. Sekin-sekin bu narsani yechaveramiz. Har xil o'rgangan narsalarimiz ham bo'lishi mumkin. Yani real hayotda ham uchrab qoladigan variantlar bo'ladi. Arsynchronize o'zida kompaniyalarda balkim self host bo'lgan veb-saytlarning o'zida ham balkim bu narsadan foydalanishar deb umid qilamiz. Balkim ko'ramiz ham keyinchalik. Demak, video shu narsadan iborat. Agarda video yoqqan bo'lsa, like bilan obuna bo'lishni unutmanglar. Yoqmagan bo'lsa, dislike qo'yinglar. Farqi yo'q. Izohlarda yozinglar, aynan qaysi joylarga prям qiziqasizlar yoki qayerdadir savollar qolib ketgan bo'lishi mumkin. Savollar bo'lsa yozinglar. Men javob berishga harakat qilaman. Plus sourcelar bilan, ya'ni nimalar, qanaqa, nima bo'ldi, shu narsalarni aytib ketishim kerak bo'ladi, chunki sizlar ham tushunishingiz kerak bu narsani. Bo'ldi. Videomiz shu narsalardan iborat. Hammanglarga rahmat. Keyingi videolarda xudo xolisa ko'rishamiz.